Bir qancha vaqt o'tib bola olimni oldiga kelib yana so'radi. U yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni zangori gumbazlari bormi? Olim yo'q, bizda bu yo'q. Shuning uchun men Madinaga keldim-da, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ziyorat qilish uchun. Bola jim bo'ldi, o'ylandi va aytdiki, men o'yinchoqsiz, kiyimsiz, uysiz yashay olaman, lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning masjidlarining zangori gumbazisiz yashay olmayman. 571'de bir quyosh chiqdi. Uning ismi Muhammad, ilk so'zi ummat. Pokistonlik bir olim odam payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ziyorat qilish uchun Madina-yu Munavvaraga bordilar. Bir kun tashqariga chiqib non ushoqlari bilan Madina qushlarini boqayotgan paytida bir bolaga ko'zi tushadi. U bola o'sha non ushoqlarini terib yeyayotgan edi. Olimning yuragi ezilib bolaga rahmi keladi. Bolani oldiga chaqirib, uni qornini to'ydirib, uni kimligi haqida so'raydi. Bola otasi yo'qligi, oilasi esa katta va onasi ularni boqishga ulgurmayotganligini aytadi. Shuning uchun bola o'zini o'zi boqishga majbur edi. Shunda olim odam bolaga har kuni uni oldiga kelib, qorni to'yguncha ovqatlanib ketishni taklif qiladi. Shunday qilib olimni bolaga mehri tushib qoladi va bolaga men bilan birga Pokistonga ket. U yerda sen yo'qchilikni ko'rmaysan, ham men senga ilm o'qitaman deydi. Bola xursand bo'ladi, lekin onasidan ruxsat olishi kerakligini aytadi. Ular birga bolaning onasini oldiga borishadi. Ona juda charchagan edi. Lekin olimni taklifini eshitib juda xursand bo'ladi. Bolasining ko'cha-ko'yda daydib yurmasligi, ust-boshi but bo'lishi va hamda din ilmini o'qib olim bo'lishi uni xursand qilgan edi. Qaytishga yaqin bola olimni oldiga kelib so'radi. Pokistonda o'yinchoqlar bormi? Ha, bor. U yerda bolalar o'ynash uchun maydoncha bormi? Ha, bor. U yerda meni yangi kiyimlarim bo'ladimi? Dedi. Olim ha bo'ladi. Men senga eng yaxshi kiyimlarni olib berishga harakat qilaman. Bola xursand bo'lib uyiga qaytdi. Bir qancha vaqt o'tib bola olimni oldiga kelib yana so'radi. U yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni zangori gumbazlari bormi? Olim yo'q, bizda bu yo'q. Shuning uchun men Madinaga keldim-da, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ziyorat qilish uchun. Bola jim bo'ldi, o'ylandi va aytdiki, men o'yinchoqsiz, kiyimsiz, uysiz yashay olaman, lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning masjidlarining zangori gumbazisiz yashay olmayman. Qalbim xohlagan paytda boradigan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning masjidlarisiz yashay olmayman. Siz meni kechiring, lekin men siz bilan bora olmayman. Olim yig'ladi. Bolaga gapirgani gap yo'q edi, chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ravzalarini evaziga bolaga beradigan hech narsasi yo'q edi. Olim duo qildi. Ya Robbi, o'zing menga mustahkam iymon bergin. Shu bolaniki kabi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga muhabbat bergin deb.